Bismillahirrohmanirrohim. Radifish Jaloliddin Rumiy. Menga mo'jiza haqida naql etishadi. Go'yo falonchi bir kunda Ka'baga yetganmish. Bundoq mo'jizaga samimi ham qodir. Uchib, bir nafasda istagan yeriga yeta oladi. Ziddiyatdan qutulish, pastkashlikdan xalos bo'lish, jaholatdan aql idrokka, ruhsizlikdan olami ruhiyatga ko'tarilish, mana bu mo'jiza. Chunonchi sen hok eding, ko'katga aylanding. Nabotat dunyosidan bir qatra qon bo'lib, hayvonot dunyosiga o'tding. Nihoyat hayvonot dunyosidan olami insoniyatga. Mana bu asl mo'jiza. Odam butun olamni o'ziga jo eta oladi. Odamiylikka xos hamma narsa uning o'z olamiga aylandi. U she'rlarida o'z mo'jizakorligi to'g'risida emas, yer yuzida inson bo'lish mo'jizasi haqida, insonning cheksiz, chegarasiz imkoniyatlari xususida so'zlar edi.